Ashur Sherali. Xo'sheva Feruza. Sizmi? Ravshan Shahzod. No. Biz ikki kishi aniqlaganlar-da. Aytib eshittirib. Tamam, bitta Rushan kim olib ketdi? Boshlading? Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizning qarorga asosan tadbirkorlar va bank rahbarlari o'rtasidagi uchrashuv belgilangan. Shu munosabat bilan bugungi uchrashuvni boshlaymiz. Kimda qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Boshlaylik. Qaysi birlari o'tgan bo'lsa ham. Ism, familiyalaring, qaysi mahalla, nima yo'nalish bo'yicha? Xo'sheva Feruza, Qarshi tumani Qoratepa qishlog'i. Chorvachilik qo'y bo'yicha kredit ol. Qancha so'mga kredit kerak sizga? 17 million. Chorvachilik qaysi yirik shoxli, yo mayda shoxli? Mayda shoxli. 100 ga sharoitingiz bor, yetarli, ha? Ha, Keragi hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz, bankimiz mahalla bankida uchrashib, 3 bank 3 kunda hal qilib beramiz. Navbatdagi. Assalomu alaykum. Men Qur'onova Shahnoza Faxriddin qizi, Omontepa mahallasidan chorvachilik yo'nalishi bo'yicha kredit olmoqchiman. Qur'onova Shahnoza, ha? 15 million. Qaysi yo'nalish bo'yicha chorvani? Chorvani Mayda shoxli, yirik. Yirik. Mahalla agent tushuncha bergan-a sizga to'g'richa. 15 million so'm yetadi. Boshlanishida. Mahalla bankiri uchrashib, o'zi 3 bank 3 kunda masalangizni ijobiy hal qilib beradi. Siz nima masala? Bemalol yo'q, bu plastik. bo'ldimi? Ha, chiqamiz. Bo'ldi. Boshqa qo'shimcha e'tiroz va savollaringiz bo'lmasa, e'tibor qilganlar uchun barchalarga katta rahmat. Sog' bo'lasiz, salom.